Bizni Quvnoq teletomoshabinlar ota-onamga tabrik loyihasi orqali juda ham ko'plab tabriklarni o'z egalariga yetkazib qo'ymoqdamiz. Navbatdagi baxtli tug'ilgan kun sohibiga ham qo'ng'iroq qilamiz. Agar siz ham o'z yaqinlaringizni, ota-onangiz, opa-singlingiz, aka-ukangizni yoki o'z yaxshi ko'rgan insoningizni tavallud ayyomlarida tabriklamoqchi bo'lsangiz yoki bilib bilmasdan qalblariga ozor berib qo'ygan bo'lsangiz, biz orqali kechirim xatlarini ham o'z egalariga yetkazib qo'yishingiz mumkin. Aynan mana shu fursat sizda mujassam. Yana bir bora bizga murojaat qilish orqali o'z yaqinlaringizni to'y bazmlar, tadbirlarda, tug'ilgan kun, bayramlarda chiroyli dil izhorlar orqali yoki yaxshi ko'rishingizni yetkazib qo'ymoqchi bo'lsangiz, tashakkurnoma, rahmatnomalar orqali tabriklashingiz mumkin. Aynan bizga murojaat qiling. Biz navbatdagi baxtli tug'ilgan kun sohibiga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Jumagulona yaxshimisiz? Salomatmisiz onajonim? Zo'r, Xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz yaxshimi onajonim? Zo'r. Sizni qo'ng'iroq qilib bezovta qilmadikmi onajonim? Rahmat, qulim, rahmat. Bugun xursandchilik kun, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Qulluq. Onajonim, ayni daqiqalarda sizga Ishonch TV hamda ota-onamga tabrik loyihasi orqali qo'ng'iroq qilib bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi Dalerbek Abdushukurov bilan muloqotdasiz. Bugungi shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Aynan sizga atalgan chiroyli qalb izhorlarini, tug'ilgan kun maktublarini yetkazib qo'yish maqsadida onajonim sizni bezovta qilmoqdamiz. O'ylaymizki, ushbu tabriknomalar sizga juda ham manzur keladi degan niyatdamiz va shu o'rinda sizga bir savol bilan yuzlanmoqchiman onajonim. Nima deb o'ylaysiz? Bugun sizga atalgan mana shunaqangi xursandchilik kuningizda chiroyli tabriknomalarni, qalb izhorlarini kimlar yo'llagan bo'lishlari mumkin va albatta kimlardan tabriklar kutmoqdasiz? Farzandlarim, Albatta. Pullarim bo'lib kutaman otajonim. Albatta onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon, suyukli farzandlaringiz bor onajonim. Keling, taxmin qilib ko'ramiz. Aynan qaysi bir farzandingiz bo'lishlari mumkin? Baxtiyorjonim, Otabekjonim. Albatta. Juda ham to'g'ri topdingiz onajon. Ofarin, tasanno. Sizga atalgan maxsus tabriknomalarni sizdan olisda bo'lgan musofir yurtdagi mehribon o'g'lingiz Otabek akamiz, Baxtiyor akamiz nomlaridan qizlaringiz Turdigul opam, Maryamxon opamiz, Umidaxon opamiz, Mohigul opam hamda keliningiz Guljamolxon opamiz, Malikaxon opamiz nomlaridan, nabiralaringiz Odilbek, Imonaxon nomlaridan chiroyli qalb izhorlari, go'zal bir maktublar yo'llanilgan onajonim. Agar ijozat bersangiz, aynan farzandlaringiz nomidan sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni o'qib eshitiraman. Ha. Assalomu alaykum, mehribonim, mehri daryo onajonim. Men sizni bugungi hayotingizdagi eng quvonchli, shukronalik ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan sizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, dunyodagi eng go'zal, bitmas, tugalmas oliy ne'mat, baxtlarni tilab qolaman. Allohim umringizga, rizqingizga qut barokat ato etsin. Nimaga yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, barchasi ijobat bo'lsin. Xudo xohlasa, yaratgan Allohimning uylari bo'lmish Makka va Madinaga, haj va umra safarlariga borishlik, katta hoji ona degan ulug' maqomni sohibasi bo'lib, to'ylarimizda o'zingiz to'yboshlik qilib, nabiralaringiz, biz farzandlaringizni rohat farog'atlarimizni ko'rib yuring ilohim. Onajonim, musofir yurtdaman, sizni juda ham sog'inganman. Har kuni sizni yoningizga borib, sizni quchoqlab, qanchalik yaxshi ko'rishimni ayta olmasam ham, bugun ushbu go'zal niyatlarimni sizga yetkazib qo'ymoqchiman onajon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz mehribon, mehri daryo insonsiz. Mehr muhabbatingiz uchun mingdan ming tashakkurlar izhor etaman onajonim. Juda ham sog'indim. Shirin so'zlaringizni, shirindan shakar taomlaringizni juda ham sog'inganman onajonim. Mehri daryo, mehri bepoyon onajonim, boringizga ming bora shukrlar bo'lsin deya ushbu go'zal niyatlarini, qalb izhorlarini mehribon bo'lgan o'g'lingiz nomidan qabul qilar ekansiz va
Shu o'rinda onajonim aynan sizga atalgan mehribon o'g'lingizni bir chiroyli qilib yozilgan she'riy nomalari ham bor. Ijozat bersangiz, aynan ushbu she'riy nomani ham sizga o'qib eshitiraman. Mayli. Yaxshiman onajon, xavotir olmang. Olis safarlarga ketdima qarang. Do'stlarim deydilar, sog'indi onang. Yuribman, mana musofir bo'lib yaxshiman onajon, xavotir olmang. Qadringiz yana ham bilinib qoldi. O'g'lingiz o'zgarib quyilib ham qoldi. Hech kimga bildirmay yig'lab ham oldim. Yaxshiman onajon, xavotir olmang. Tushlarimga kirasiz holimni so'rab, yana erkalaysiz boshimni silab. Tangridan uzoq umrimni so'rab yaxshiman onajon, xavotir olmang. Yigitman, axir kunim ko'chada, sog'inib bedorman ba'zan kechada. Ishlashim kerak-ku, axir yoshim avjida. Yaxshiman onajon, xavotir olmang. To'g'ri, tan olaman biroz soddaman. Yaxshidan yomon ko'p buni bilaman. Bu hayot qonuni, sabr qilaman. Yaxshiman onajon, xavotir olmang deya ushbu chiroyli qalb izhorlarini, go'zal bir she'riy nomalarni mehribon bo'lgan suyukli farzandlaringiz nomidan qabul qilar ekansiz onajonim. Yana bir bora ota-onamga tabrik loyihasi ijodiy jamoasi nomidan barcha yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Sog'lik, omad sizni aslo tark etmasin. Agar sizni ham mehribon o'g'lingizga atalgan chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, ular sizni tinglamoqdalar. Rahmat. Xudosi o'limam nasib qilsa umri uzoq bo'lsin. Nikohining ham degana juftlarda sog' salomatlikda ishlab yursin. Nasabasi baland bo'lsin. Baxtiyor jonim olsin. Ilohim. Xudo past qilganlar past bo'lsin. Nasib qilsa umri uzoq bo'lsin o'limning. Ilohim. Rahmat o'qigan, rahmat sizlarga. Tashakkur, rahmat. Omon bo'ling onajon, salomat bo'ling. Tavallud ayyomingizni yaxshi nishonlang. Rahmat onajon. Mayli, rahmat o'qi. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman.
kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ona, kim bilasizmi? Ochligidan o'lim arafasiga kelib qolsa ham eng so'nggi luqmasini, nasibasini senga bera oladigan zot. Ona, kim bilasizmi? Seni dunyoga keltirish uchun qancha azoblar, hattoki o'limga ham tik boqa olgan zot. Ona.